Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Dam olish kunida yashayaptimi? Menda chek raspakovka. Bitta katalogda 2-3 marta zakaz yopmasam bo'lmaydi. Hozir bizda bugun 8-katalogda oxirgi kuni, lekin yana bir marta zakaz yopdim. Shu zakazlarim keldi. Har doimgidek anchagina narsalari bor edi. Mayk nimalar zakaz qildim? Korobka ochdi. Rosa yaxshi ko'raman. Har bitta ochgan korobkamdan zavqlanib korobkamni ochib oldim. Tadam! Bu safar ko'proq murskiy atirlar zakaz qilganman, chunki klientlarim atir so'rashdi. Demak, nimalar zakaz qildim? Ko'pchilik sevib ishlatadigan glesher atiri. Bu atirni nimasini yaxshi ko'raman? Birinchi navbatda холодный запах, ya'ni sof dengiz hidini yoqtiradiganlar uchun tavsiya qilaman va hajmi katta 100 ml ancha paytga yetadi. Me'daga tegmaydigan, bosh og'ritmaydigan, eng asosiysi повседневныйga ishlatsa bo'ladi. Bundan ikkita zakaz qildim. Keyin bizda juftlik atirlar bor. Nordic Waters erkaklar uchun va Nordic Waters ayollar uchun atir. Bu ham холодный запах atirlar. Yengilgina gullarning hidi keladi ayollarnikidan, lekin prinsipi o'tkir, shirin hidlarni yoqtirmaydiganlar uchun tavsiya qilaman. Juftlik holatda qilib ishlatsa вообще zo'r, o'z jufti bilan. Endi yana nima zakaz qildim? Parfyum atir bor, Jardani Gold seriyasidan Mr. Jardani. Demak, Mr. Jardani Aqua bu sof dengiz hidini yoqtiradigan, marqo'y hidlarni yoqtiradiganlar uchun tavsiya qilinadi. Ushbu erkaklar uchun atir parfyumli, ya'ni stoykiligi tualet atirga qaraganda ancha kuchli hisoblanadi. Endi dastlabki xizmat o'rniga badan uchun Divine atirni kremi qo'yildi. Shuni zakaz qildim. Bu kremda ishlatganingizda badaningizlarni yumshoq, elastikniy va mayin bo'lganini his qilasizlar. Undan tashqari o'sha sevimli Divine atirlarni hidi kelib turadi. Badanga, qo'lga ishlatsa bo'ladi, universalni. Keyin o'zim uchun Optifresh zubnoy pastasini zakaz qildim. Bu zubnoy pasta shunaqa barakali. Eng asosiysi milklardagi qonishlarni ketkazib beradi, tishlarni oqartirib beradi. Rosa zo'r, prinsipi menga yoqadi. Где-то 3-4 yillardan beri faqatgina mana shu zubnoy pastani ishlataman. Keyin yana qo'shimchasiga qo'l krem zakaz qildim. Rosa yaxshi ko'raman. O'tgan safargi zakazimda ham bor edi. Hozir katalogda chiqqanda olib qo'ydim. Sumkada, kosmetichkalarda solib berishga rosa qulay. Eng asosiysi qishki savdog'imda qo'l terisini yumshoq, mayin silliq qilib beradi. Va kelasi 9-katalog. 9-katalogda Eclat seriyasidagi atirlarni sevadiganlar uchun bizda novinka atir. Eclat Homme Weekend. Mana qaranglar, murskoy va ayollarimiz uchun atirlar chiqib kelyapti. Novinka atir Oriflame kompaniyasida deyarli har katalogda novinka atirlar chiqadi. Yuz parvarishi bo'yicha atirlar, badan parvarishi bo'yicha hamma narsa bor. Kстати, qaranglar. Keyingi katalogda terini namlantiradigan sprey chiqyapti. Kun davomida makiyaj ustidan bemalol ishlatsa bo'ladi. Eng asosiysi terini elastikni qilib beradi va namligini saqlab beradi.